qizlarjonlar, xalisizlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men Iroshka bilanman. Iroshkani biladi ko'pchilik. Iroshka hozir YouTube kanal ochgan o'ziga. Zo'r videolar qo'yib boryapti, ha? Hozir birga Iroshka bilan video olamiz. Qo'limda mana kartalar bor. Bu dunyo bo'yicha kartalar, ha? Iroshka? Dunyo bo'yichami? Qaranglar. Nechta berdi? 197. Mana shu 197 ta kartani Iroshka hammasini yoddan biladi. Bu o'zi Otabekniki edi, Iroshkani ukasiniki edi. Unga kerak emas ekan u. Ne? Iroshka bilimdon qiz. Iroshkaga kerak, buni yodlab chiqqan Iroshka. Bilasizlarmi shuni? Hozir buni sinab ko'raman. Baribir hammasini so'ramayman, chunki zerikarli bo'lib ketadi. Baribir hammasini topadi-da, topolmay qolsak ham voy, yana topolmadi deb o'tirdilar. Deb so'z olay. Iroshkaga kartdan ko'rsam, orqasida manda turadi. Men chunki bilmayman-da. Dexlab. Bitta-bittadan ko'rsaman, sizlar ko'ra olmaysizlar uni. Qaranglar. Togo. O yaqinlashtirish ham kerak-da uni. Togo. Bolgariya. Восточный Тимор. Bagamskiy острова. Isroil. Menga qulay bo'lishi kerak, men chapachib ketibdi, ha? Yo'q, sen bu yoqdan emas, bu yoqdan yursan. Sudan. Maldiviy. Men bilmayman qizlarjonlar. Tojikiston. Nurbekda Iroshkaga endi ana shogirdlikka beraman deb o'tiribman. Paragvay. Siz ham gapiravering. Qiziq bo'la, orqa fonlarda ham qiziq bo'lgan deydi. Mayda turingda, siz bordiroq deyin. Qita. Nigeriya. Sizlar ham yozib qo'yinglar, bilasizlarmi kartalarni? Liberiya. Qarang, Nigeriya deb aytyapsan deb o'ylabman. Malta. Mana shuni eshitdim-da. Qattiq aytdi. Iroshka? Qarang. Baqir gapir. Buni o'zi zvuki ham zo'r. Baribir. Bu o'z pasko. Eron. Nurbekniki ham bas. Buyuk Britaniya. Bu yoqda Ruscha yozibdi-da. Tushimda Yaponiyaga ketibmiz. Sanjar akam, men Nurbek. Buni o'zbekchasi nima bo'ladi? Nima ekan? Sen kist и nevis. Voy xudo, bu bilmayman, bu qayerda ekan? Bilmasam. Xullas afrikanskiy davlatlar shekilli. Severniy Amerika. Aha. Angliyskiy gapirarkan. Shimoliy Amerika. Tepadagi. Bruney. Demak, hindular yashagan joylar. Bu qarang, Iroshka, sen buni mana manoslarni ham yodlaganmisan? Mana bu Yevropa davlatga kiradi. Bruneyda faqat poytaxtini bilaman. Manaqa Belgiya. nima qilib bu yog'iga o'tish kerak ekanda endi. Darajani o'stirish kerak ekan endi. Bu yog'ini yodlading endi. Pul birligi. Poytaxti, pul birligi. Ozgina. Mana shokolad yeyotgan bular. Belgiya shokoladi bilan mashhurdir. Самый вкусный шоколад в Европе debdi-da. Irlandiya. Ko'ribsan, hammasini topyapti. Dexla. Случайно chiqadi. Samoa. Bari biladi, Iroshka. Biz o'ynamay qo'ydik shuning uchun akangiz bilan. Qatar. Endi bo'ldi anoda. Men hozir o'ylaganim ana uzunda bunaqa bor-ku, taxtachalar raqamli, terasi uzun qilib, keyin zarik tashiysiz, olish kerak. O'shani o'yladim o'zimdan. Jengam. Bilmayman nomini. Jenga. Deqib oladi, yiqilsa yutqazadi. Yiqilmasdan olish kerak. Nima taxtachalar. Uni ham shart yozilgani bo'larkanmi, yo'qmi o'zi yozadimi? Unisini bilmadim, sharti yo'qmi uni o'sha. Uzun qilib teradi, uni tayoqcha bo'ladi-da unda. Raqam bo'ladi, zarik tashiysiz. Masalan, 2 turgan bo'lsa, 2 qayerda?
U terilgan demdek terilgan bo'ladi, minora qilib. Sizdek asta olishingiz kerak. Yiqilib Ikkichalsini ketmasligi kerak. ko'rdim. O'sha raqam bilan rang yozilgandi. Tortdida ki o'sha sharikni raqamini nimasida shart yozilgandi. Endi u mashhurlar uchun qilinganda, masalan, muxlising bilan uydagilarga telefon qil, muxlising bilan qo'shiq ayt. Ha. Qanaqadir bir shartlar bor edi. Tamam, biz ham shuni shart qilib yopishtirsak bo'ladi. Vatikan. Vatikan. Côte d'Ivoire. Nima bu endi? Italiya emasmi? Yo'q, Italiyani va qizil bilan yashil. Afrika deb yozilgan yerga. Ko'tyuvar. Mana globuscha bilan nimani yozgan? Poytaxtinimi? Yo'q, materik. Afrika materiki. Ha, shunisini yozganmi? U pul birligi materik yozilgan. Ha. Mana bu Yamu. Yamoussoukro. Voy. Yamu. Sukro. Xudo. Muncha qiyin. Palau. Akulalar bor ekan-a? Osh. Endi nimagadir bog'lab eslab qolganimizda biz palov osh. Palov dedik-ku. Nomi nima? Ha. Qoraqalpoqchasiga. Восточный Тимор. Восточный Timor. Krokodillar bor ekan. Kolumbiya. Kolumbiya. Nimalar bor ekan? Zumradlari bor ekan. Yaxshi, dunyodagi eng yaxshi zumradlar ekan. Qat bayroqning rangiga qarab xotin yodlaganda. Shunaqa? Yodlaganlar keyin siz? Ana videoni oxirigacha ko'raman, zerikib ketdimmi? Ana Shu erinmay hammasini so'radi hamda. Sevar hammasini so'rab chiqqan-ku. Men o'zi zerikib ketdim. Hammasini aytibdi-da yana. Oman. Uni borku videoga olishdan oldin narigi xonada bir ayttirib oldi hammasini. Xudo. Keyin to'xta dedi, videoga olamiz dedi, yana bu xonaga kirib yana aytdi. Vyetnam. Nam. Urushi. Niger. Niger. Hindistonga o'xshaydi. Uzoqdan. Ha. Lekin Hindiston manita bir naqsh-paqishi bor-ku. Ular hammasi bir-biriga o'xshaydi. Iroshkadan so'rash kerak. Solomonova ostrova. Avstraliya. Avstriya okeani deganmi? Avstraliyada ekanda, to'g'rimi? Yo'q, o'sha materikda joylashgan. Bu 7 ta materik bor. Anaqa angliyskada gaplashib. Yodlaganmisiz shu? Qanam. Hammasi qadam bilan. Bular miyasi kuchli-da. Kim biladi? Xotira yaxshiroqda. Bularda bizga kallachirgan-ku. Biz Turkiyani bilaman. Kamori. ha endi unaqa narsalarni bilasizlar. Turkiya, Koreya, Germaniya, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Bahrayn. Nima bunda jemchuklar bormikan? Jemchuklar bor ekan. Indoneziya. Ko'rasizmi qizlarlar? Ana shu Indoneziyaning bu tomon bunday to'ssa nima bilan? Bunaqasi tursam? Ha, ana shunaqasi ham bor. Ana shu adashasida. Buni kichkinaroq varianti Monaco. Ha. Qarang. Bir xil bayroq bor. Bayroqlar ham bir xilda. Ekvador. Ekvador. Nima bananlar bor ekan. Bananlar bilan bosh. Ozarbayjon. Bunaqadan so'ramaslik kerak edi. Men ko'rmayapman-da. Rossiya. Oson bular edi. Fransiya. Bular osonda endi. Kelishdi. Kelinglar mehmonlar. Ke. Sidam. Siydimi? Siydi. Ana maytda ishtonlarni ana to'plami bor. Bering kiydiraman. Mana. Biz ona zo'r narsa zakaz qilganmiz. Oyiga maqtan. Nima bu? Oyiga ko'rsat. Nimada ko'rsat? Muzdek bo'ladi. Siydim deydi. Nurbek nima aytmadingiz? Siyaman deydi. Ko'ftachas. Zambiya. Nima deb yozdi? Kim yozgan buni? Otabek yozuvda bilinib turibdi. Zambiya. Eslab qolishim bo'lsam bilib yozgan. Barbados. Barbados. Nima qilgan?
Baliqlarni qanot qilib qo'yganmi? Hala. Birlashgan Arab Amirliklari. Apa qara nima qilyapti? Chexiya. Nurbek. Qalam opti. Chexiya. Zumli pasta opti. Klarskando. Baliqcha opti. To'g'rimi? Yaman. Nima soqatdimi? Ko'p suv ichdim. Yo'q, o'zi boyasi edi-ku. Bugun bu soqqa qilmay sot bo'lmadi. Tish yuvadi. Tish yuvadi, dishlarda sekin bo'lsin. Soqatdimi ta? Tuti soqatdimi seni? Tuti soqatdimi shu bola? Litva. Necha ishdan chiqsa qarindini. Oyog'ini kesganman qarang. Oyog'i ishdan. Ha, oyog'i bor. Argentina to'g'ri. Nini vaqtin kelganmisan, Nurbek? Slovakiya. Nini bo'lganingda kiydingmi buni? Ishdan. 9 oylikmi? Moldova. Uzumlar bor ekan-a? Bunaqasiga. Nepal. Nurbek, Buni apani qiladi. Livan. Livan. Yuvadi. Ketir. Bu nima? Ketir degan daraxt bor ekan. Yakkashoq. Laos. 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 Yakkashoqmi? Begemotga o'xshagan yakkashoq ekan. Chernogoriya. Nurbek, Chernogoriya. bir yoshdan katta bolachalarga ekan biz futur, Ruanda. kalsiy bunaqasi. To'g'ri. Сошишает красивее. Mongolia. Kalsiy. Mongoliya Nima to'g'ri. qiladimi? Dominika. Ichi qilar ekan. Bu sabzimi nima bu? Sabzicha. Ha. Sabzimi? Yashil sabzi ekan bu-chi. Otabek. Otabek. To'plar bormi bunda? Ana yo'q, futbol bo'yicha Ha. eng mashhur. Davlatmi? Kim berdi? Braziliya-ku, ha? Cristiano ham shohdan chiqqan-a Braziliyadan. Yo'q. Anunda Portugaliyami? Dado berdimi? Oyoq pulini to'ladi-ku. Dadasi olib kelganmi pochtada? Ha, dadasi olib kelgan. Biz zakaz qilamiz. Estoniya. Men olib kelganman, nima olib berdim dedim. Dadam nima bo'lib? Kanada. Qara. Kanada. Ikkita, nechta bor ichida? 8 ta deb yozib. Kichkinaligini qarang. Amerika. Buni so'rash kerak emas o'zi. Ha, Amerika mashhurlarda bular. İçinden suluçayını tortish kerak, lekin ko'pini biladi. Janubiy Afrika Respublikasi. Yo'q, hammadan bo'ladi. Shu ichidagidan Janubiy Afrika Ha, Respublikasi. to'g'ri. poytaxtlarini Noto'g'ri aytsammikan deb xursand bo'lib ketib aniqlay turdim-da. Nima? Bunaqa. Buchi? Kallan chaqlaydigan. Bunaqa. Marshallova ostrova. Marshallova ostrova. Ostrova. Buchi. Surina. Zo'r kiyinarkan-a? Baliqni tutib, Hindular bormi ekan bu yoqda? baliqni tutib, Ko'ryapsizlar qizajonlar, Iroshkani bilimga chanqoq. San-Tome и Принсипи. Voy. Santomi, to'g'ri. ana. Chili. Chili. Uni oson so'zda bo'lsin. Liechtenstein. Germaniyada bu. Yo'q, Yevroziya. Voy, oyog'im ushdi. Oyog'im ushdi. Qizajonlar. Cabo Verde. Bu bitta. O, noto'g'ri aytding deb o'ylabman-da. Yo'q, ekan to'g'ri. Abxaziya. Bu bitta pishi. Qaysiga Abxaziya. Bosniya Shunga Hersegovina. soladi. Bu-ya? Buchi? Burundi. Burundi. Buchi. Qaysiga soladi? 4 talik. Ispaniya. Ana. Qanaqa rang? Ko'k. Qozog'iston. Qanaqa bu? Buni shokolad ham bor-kan, anavisi bilan. Ko'k. Shimoliy Koreya. Ko'k. Shimoliy Koreyami? Qaraman, bilmas ekanman. Yashil. Yo'q. Yashil. Guyana. Bu qanaqa? Guyana. Yo'q, qaradi, buni teshigi bitta. Gaiti. Bitta qaysi bor? Bo'ldi qizlar, so'ramayman. Hammasini bilyapti Iroshka. Shunga sol. Iroshka hammasini bilyapti. Bilmayman. Qiziq bo'lsa o'zini kanaliga kiringlar, pastga yozib qo'yaman. Nima edi kanalingiz? Iroda Mimi. Irodan Mimi deb yozib qo'yaman.
Kirib ko'rasizlar, to'lig'i bor Iroshka bu kartalarni topgani. Voy, rosa necha soat? Bilmasam. Rosa ko'p. Bo'ldi. Kirida Iroshkan o'zini qiziqishlari bor, bir narsa videolar qo'yadi, yasaydi, bir narsalar. Qiziqadi shunaqa narsalarga Iroshka. Qizlari bor-da, men podpисчиklarim, bolalari bor. 4 ta, 5 ta. Ha. Ana desang-ku. Kecha nima degan? Kanalimga like bosinglar, obuna bo'linglar, nima degan. Men aytmay qo'yganman shunday deb. Like bosinglar, obuna bosinglar. O'zichi 3% ginasi obuna bilan ko'radi, tushundingizmi? Obunasiz ko'radi hammasi. U ham chiqadi-da. Ha, obunasiz obuna bilan ko'rayotganlar 3% deb turasiz. Ko'rdingmi hammasini? Podpiska bosmay ko'radi. Shu ana puli ko'payib ketmasin deb o'ylasa kerak deyman-da. Ha, sizlarda Prosmotr uchun emas, podpiska uchun to'laydimi? deb o'ylaydi-da. Hecham unga emas, prosmotrga qaraydi. Prosmotr qanday ana bo'lsa, nima? Podpiska bo'lsa, prosmotr bo'lsa, qanchadir odam sizni ko'proq ko'radi. Shunaqa rekomendatsiyaga chiqqan? Yo'q. Yo'q. Farqi yo'qmi? Yo'q. Подписчикda umuman aloqasi yo'q. Подписчик qachon kerak? Подписчик boya monetizatsiyaga ulaydi-ku. Mana misol uchun Iroshkan подписчик 1000 ta bo'lsa, 1000 tadan oshsa, keyin nechidir nechinchi yil anaqa monetizatsiyaga ulaganman, o'sha paytda 40,000 soat ko'rilgan bo'lishi kerak edi-da. Videolari. Men 1000 ta qilib, keyin 40,000 soat bo'lgandan keyin monetizatsiyaga ulaganman. Demak, masalan 5 minutlik video joyladi. Uni kirib 1 minut ko'rib ketsa, u 1 minut. 1 minutlik yozadi pul. Ha, demak, oxirigacha bo'lsa 5 minut yozadi. Ko'proq ko'rish kerak videolarni, lekin mana O'zbekiston sharoitida pul ishlamayman men. Men faqat chet elda ko'rganlar uchun pul ishlayman men. Chunki reklama chiqish kerak-da, tushundingizmi? Men pul ishlashim uchun. Hozir men ko'radigan O'zbekistondagilarga reklama chiqmaydi videoyimda. Mumkin anaqa emas, yoqilmaydi. O'zbekistonda cheklov bor. VPN bilan ko'rish kerak videoyimni. Reklama chiqadi o'shanda. Chunki reklama beradiganlar pul to'laydi-da bizga. O'sha orqali keladi bizga pul. Reklama. Mana shampun olinglar deb reklama chiqadi-ku misol uchun. Bo'ldi, kecha ishxonamizda bittasini telefondan qo'shiq eshittirdik-da. Hammasiga reklama chiqib qoldi. Keyin aytdim, VPN'ni o'chir, ha deb reklama chiqyapti dedimda. Pul yozyapti deng o'sha paytda. Dedim. Pul topyapti, qo'y. O'zingizdan pul Allamin keladi. kelmasin-da. Voy, ishxonadan Shunaqa deb o'ylaydi. Shunga qo'shiq eshitib o'tasiz. Birdaniga paq qilib reklama yana ovozi baland bo'lib chiqib keldi-da. Bir ikki chiqdim-da, VPN'ni olmasam, ha dedim. VPN bilan ko'raman rossiyskiy kanallar nimalar dedim. O'shanda pul ishlaydi-da ular. Молодец. Reklama VPN'ni yoqsa VPN yoqib qo'yib, o'zingiz videoyingizni qo'yib qo'ysangiz ham pul ishlaydi-ku menimcha. Endi unaqa qilishga vaqt yo'q-da. O'zimni videomi? Yo'q, men misol uchun men kanalim bo'lsa, VPN'ni yoqib qo'yib, videoyimni qo'yib qo'ysam. Endi unga emasman misol uchun 100 o'zingizni videoyingizni o'zingiz yoqib qo'yasiz. Anasi ko'p pul ishlasa bo'ladi. U ham yo'q yerdan kelib turadi, misol uchun menga ham tomib turadi pul. Nechinchi yil qo'ygan videolarimni ham ko'radilar odamlar. Chiqib turadi-da pul. Chiqib turadi. Baribir million prosmotr yaxshi narsa-da. Baribir yaxshi narsa-da, chunki prosmotrga qaraydi. Prosmotrga qaraydi. Lekin bu prosmotr ko'p bo'lish uchun har kuni video qo'yib, aktiv bo'lib, shu yosh qilib. O'sha aytmoqchi, shok xabar. Bir narsa, qaynona kelin, qudasining andasi, bir nimasi. Endi endi yoshiga mos. Mana Iroshkani endi kanalida menimcha o'sib ketadi. Chunki Iroshkani yoshidagilar nima ish qiladi ular? Telefon ko'radi-da. Bolalar-ku bular. Telefon ko'radi hozir. Uni bo'lib ketdi-ku. Kecha ko'rdim, bitta qizchani ko'rdim Instagramda. Как раз
Uni videosini joyladim-ku. Короче, joylagancha ko'rib turibman, bitta qizcha chiqdi. Izizaxon bir narsa bilan kommentariga somsa yeb bering, shashlik yeb bering. Necha Izozaxon. Ha, xullas bittasi mana Jizzaxga keldik. Ha, o'shida O'zini yosh ko'ribdi, men ko'rmayman-ku. Men ham tanimayman. O'tira. Lekin shuni ham balode prosmotr bor ekan. Keyingi yilga dedi prosmotrimiz 1 million bo'lish dedi. iPhone 17 oldimi qizcha? 250 mingta obunachi bo'lsa, uni qilaman. Xullas, lekin lekin unga ham shug'ullanadigan odam kerak. Shug'ullanadigan odam kerak. Go'yo videoni montaj qilib, normalniy kamera, nimalar, qilganga ish idealni bo'lishi kerak. Bu hozir videolarini telefonimga beraman. Bu yerda ishimni qilaman, ana qilaman. Shunda ham bo'laman desa bo'laveradi, lekin bari misol uchun shug'ullanadigan odam kerak-da. Misol uchun tasavvur qiling. Siz ana ochdingiz YouTube. Siz ochdingiz. O'zingiz. Qachon video qachon olasiz? To'g'rimi? Bo'lmasa shuncha ovqat qilasiz, to'g'rimi? Yangi yilda ma'lumda necha xil salat qildingiz? 3 xil salat qildingiz. Videoga o'tirmadingiz-ku. Ularni videoga olib o'tirsiz, Instagramga qo'yasiz, YouTube'ga qo'yasiz, prosmotr bo'ladi. Odam ham dedi, nima salat qilsam ekan deb o'tirgan bo'ladi. Shunday lekin. Mana hamma bir xil salat qilavergan o'sha shayx salatni Instagramda ko'rdingizmi? Ko'raverdim. Hammasi bu yangi yilga nima salat qilay deb dedim, qilavergan ekan dedim. Ana kukuruzchani ham topgan ekansizlar dedim keyin hammalari. Kichkina kukuruzchadan. O'shani biz topolmak, kechqurun 12da 5 ta magazinga bordik. Topibsizlar-ku? Gazetada yo'q edi, Grantda yo'q edi, Orzuda. Kamerada ham chiroyli ko'rinib turibdi-ku, rang-barang bo'lib. Ha? Svetnoy bolgarskiylar. Keyin qo'vorib yeyolmay. Ha. Alkashlar salati deb. Buncha chiroyli. Bunaqa suhbatlar qilsangiz qiziqda odamlarga. Yosh kattalarga. Ana bizga o'xshaydi. oti nima edi? O'zim deydi. Nega o'zingizni ko'rsatmadingiz? Endi og'zimni ko'rishlaring uchun nechidir parast. Endi aytmoqchidim. Bitimga so'roq belgisini qo'yib, shok videoni qo'ysak. Yo'q, Iroshkani kanaliga kirib подписка bor. Nechta подписчигim bor Iroshka? 30 ta подписчиги bor ekan. 100 ta подписчиги bo'lgandan keyin o'zimni ko'rsataman. Oy, bana tushunarli gap bo'lyapti. 100 ta подписчикni bosinglar. Ha, bo'ladi. Iroshkani kanaliga kirib 100 ta bo'lib подписка bosib chiqinglar. Qo'yingki ertaga yuzini ko'rsating o'rtasida. Yuzini ko'rsatasiz. 100 ta подписчик bo'ldi deb O'zbekistonda topdim. Ana shu O'zbekiston bayrog'ini ko'rsangiz, baribir boshqacha bo'ladi, odam bilasizmi? Bunday qiladi-da. Vatandami? Ana olimpiadalarda nimalarda. Ataymi nima hozir xayolimga keldi? Ha? Askarlar, ana yanachi anaqasi. Nima edi nomi? Paraddagilar. Yo'q, mana bu nomi nima edi? Bunday dumaloq kiyib olgan nomi. Milliy gvardiya. Yo'q, shapkasini nomini ayting. Nima edi? Biretkasimi? Biretka nima? Uni tilida nima bo'ladi? Shapkachasini nomi bor edi. O'sha keldi kallamga. Irodada bor edi. Yodladim. Milliy gvardiya shapkasi edi. Irodada bilasizmi? Otabek ikkalasi rasmi bor edi. Nimaga kiyuvdi? Qo'shnimiz военный-ku, shuni kiyimini oluvdik, shuniki boyaga qizil chiroyli Milliy gvardiya shapkasi, formasi bejvoy edi. Milliy gvardiya kerak-ku bizda o'shani. Mana shunaqa yonga. Ha, yonga. Ha. Men buni aytayapman, militsiyalar kiyib olardi oldin. Hozir unaqa kiymayapti, yo'q, ha? Dumaloqda aytayapman, dumaloq. Dumaloq bo'ladi-da. Men aytdim, ha, bir nima nomi bor uni o'zini. Deydi, ana biz amal qilamizki, ichki ishlardagilar kiyadi. Hammasi kiyadi, parad formasida, parad forma deydi, parad forma deydi. Masalan, военныйlar ham katta nimalar, parad bayramda kiyadi uni faqat. Qizajo'la hay.
100 ta подписчик bo'lsin, Irushkani kanaliga. Keyingi safar kelganimda oqsinimni ko'rsataman. Ko'proq so'ranglar, nima bunaqa qildilar, buncha past baholadilaring. Nechi? 100 ta bo'lgandan keyin oqsinimdan so'rayman, nechta bo'lsa keyin aytadi. Bo'ldi. Nima qilamiz? Ovqat qilamizmi nima? Shashlik qildingizku. Bo'ldi, achchaymi, ha? Mana u nimaga? Ha, sizni videoga olishdami? Nimadir qilib chiqiladimi demoqchiman. Yo'q, mana deyman, siz keyin qalaysizlar deysiz. Yo'q, qalaysizlar. Yo'q, o'zimga kanal ochaman. Ovqatga ketyapman, ishdan kelyapman, ovqat qilyapman. Qo'limga kirib ketdi. Fiber kirib ketdi. Fiber kirib ketdi. Mana bu zavoddamiz, shu yerda ishlayman. Men zavodlarni sen ko'rmadim. Alohida ko'rmadim. Otabekni urishdim, Irodani urishdim deb. Yangi zakolka oldim. Sovg'a Tilladan qilishdi. gidan. Sovg'a qilishdi 10 ming so'mlik magazindan. 10 ming so'mlik magazin bo'ptimi? Bilmayman. Boshqami? Sevat stansiyadanmi? Bir joyda yo'q, bu 9 ming emas. U boshqa. Yo'q, bu Posyolkada bor edi 10 ming so'mlik. balkim olgandir. Taqinchoq olibdi. Ay, nanay, mani bolamga hech kim qaramay qopti-da. Hech kim gaplashmaydi. Noy. Bo'psa qizajonlar, xayr, Irushka xayr qil. Ko'rishguncha. Like bosinglar. Menga o'zi like bosinglar degim kelmay qolgan.